ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyinadi-da, lekin aslida johil. Unga ham Sa'diy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushlab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib uribdi, gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Voy maymunlar, bu qurt, bu chug' emas." desa, bordi pudashib uribdi. "Voy, bu qurt, bu chug' emas" desa ham ishonmasin. Pastga tushib tushuntirib, ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiring desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyinadi-da, lekin aslida johil. Unga ham Sa'diy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushlab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib uribdi, gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Voy maymunlar, bu qurt, bu chug' emas" desa, bordi pudashib uribdi. "Voy, bu qurt, bu chug' emas" desa ham ishonmasin. Pastga tushib tushuntirib, ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiring desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin.